Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Havo shundoq yaxshi, qushlar xandan urib sayravotgan, attirgullarning mezzilik hidlari kelayotgan mana bu bog'chaga kelib, sizlarga Qurbon hayitlik bir asar o'qib beray dedim. Aldı bilen men dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarımızning, shundaqli yana musulmon qarindoshlarning bu ulug' Qurbon hayitini tabriklayman. Hammamizning Qurbon hayitimizga muborak bo'lsin. Qurbon hayit munosabati bilan sizlarga olib kelgan asar Yar Muhammad Tohir Tug'luq qalamida putgan Qoida Yo'sullarimiz namlıq bu kitapdan bir neçe makale. Mazkur kitap Qashqari Uyg'ur nashriyati va Güzel Sanat foto surat nashriyati tarafidan birlikda nashr qilingan. Bo'libmi bu kitapningki loyihaligisi Aziz Atavullah Sartekin. Onu ta'kidlab o'tay, mazkur kitap 2011-yil 3-oyda tunji qitim besilgan. Xo'sh, mundarici qismida Qoida Yo'sun milliy o'zlikning julalisi degan temada bir necha bölüm muqaddima o'rnida berilgan. Men bu bölümden, yani aldı bilan bir o'qib beray. Qoida Yo'sun ustiga yoritilgan dunyo. Qoida Yo'sunning ma'nosi va mazmuni. Qoida Yo'sunning ijtimoiy qatlami. Uyg'urlar Qoida Yo'sunluq millat. Qoida Yo'sun milliy mavjudlikning asosi. Zamoni bilishish va yodlashish. Qoida Yo'sunni qo'g'dash muhim mas'uliyat. Mana mushu bir necha temadan tanlab ikki temani o'qib beraman. Uningdan boshqa yana Qoida Yo'sunlar turmushimizda degan birinchi qismdan biri Qurbon hayit, yana biri hayitning xosiyati degan ikki temani o'qib beraman. Başlayatdik. Albatta, hayit munosabati bilan balkim vaqtida anglay olmasliginglar mumkin. Ammo hayitlig'i ketib etdi yoki hayitlab keladiganlarni kutkash anglasanglar yoki keyin anglasanglar bo'ladi. Ammo cho'qim bir anglanglar. Xo'sh, başlayib o'tay. Ay. Mundaricisi necha betchu buniki? Mundaricisi 20 necha bet keladi. Xo'sh. Qoida Yo'sun milliy o'zlikning julalisi.
muqaddima o'rnida. Qoida yo'sin qasroq emas, tashlavasi bo'laveradigan. U degan ruh chiqib ketsa, quruq gavda qoladigan. Xotiramdan. Qoida yo'sin ustiga yaratilgan dunyo. İnsaniyet cemiyetining muhim bir alaylığı shuki, insonlar rangarang qoida yo'sinlari chambaragi ichida yashaydi va taraqqiy qiladi. Qoida yo'sin kishilik jamiyatning shakli yoki postidala namoyon bo'lmasdan, balki mazmun va meg'izida ifodalandi. Bu ma'nodan olganda u jamiyatning tashqi beziki emas, balki uni bir butunlikka ega qilg'uchi yadroliq omil hisoblanadi. En qadimki davrdan boshlabla insonlar qoida yo'sinni yaratgan. Qoida yo'sin bo'lsa, insonlar jamiyatini barpo qilgan. Shundaqla insonlar yana o'z navbatida shularga tayinib, kishilik munosabat to'rining jozibador halqalarini barliqqa keltirgan. Qoida yo'sin insoniyat madaniyatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, muntazam qonun tuzumining onasi hisoblanadi. Agar jamiyatni bugünkidek bir bütün tartibga ega qilgan, kuchlik kontrol qilish iqtidoriga ega qoida yo'sinlar o'z rolini yo'qotsa, muntazam xalqaro qonun va davlat qonunlarining roli bo'lmaydi. Qoida yo'sinlar buzilsa, jamiyat o'z kontrol dastasidan mahrum bo'ladi. Go'zal husn jamolimi xunuklashadi. Qoida yo'sin insonlar turmushining barliq qatlamiga cho'nqur singib ketgan bo'lib, ularning har bir harakat faoliyatining beziki va ko'rki hisoblanadi. Umumiy nuqtadan qaraganda, butun insoniyat jamiyati nihoyat mukammal, ko'p qatlamliq, rangarang qoida yo'sinlar ustiga qurilgan. Ular davlatlar aro bo'lgan diplomatik munosabat, savdo munosabati, madaniyat munosabati qatorliqda eng avval amal qilishga tegishli muhim ishlar hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, har bir davlat va millatning o'ziga xos qoida yo'sinlari bo'ladi. Bir davlatning rais jumhuriy yana bir davlatga borsa, shu davlatning qoida qonuniga amal qiladi. Hamda shu davlat u rais jumhurni o'zlarining qoida yo'sini bo'yicha kutib oladi. Agar u rahbar biror ishda sohibxona davlatning qoida yo'siniga xiloflik qilib qo'ysa, shu davlatni ko'zga ilmagan bo'lib qoladi. Shuning bilan ikki davlat o'rtasidagi normal munosabatga ta'sir yetadi. Demak, qoida yo'singa amal qilish mayli davlatlar aro munosabatda bo'lsin yoki kishilik munosabatda bo'lsin, intayin muhim rol o'ynaydi. Davlatning ishki qismiga nisbatan aytganda, davlatning qoida yo'sinlariga barliq fuqarolarning angliq holda qatnashishi va bo'ysunishi talab qilinadi. Ya'ni biroz qisqartib aytay. Mayyadan boshlab o'qiy. Amerikaning yangi yilni xotirlash murosimiga qaraydigan bo'lsak, uningmi Amerikaning davlat qurish musobaqasi bilan munosabat ekanligini his qila olamiz. Amerikada har yili 2-oyning 22 kuni, ya'ni mustaqillik inqilobining otasi Washingtonning tug'ilgan kuni yangi yilni xotirlash murosimi o'tkaziladi. Amerikaliklar bu faoliyat orqali davlat otasini yod etadi. Davlat qurilganligini tabriklaydi. Amerikada uningdan boshqa yana Martin Lutherni xotirlash kuni, Lincolnning tug'ilganligini xotirlash kuni degandek xotir kunlari bor. Bu faoliyatlarda negerlarning, qartalliklarning hurlikka erishganligi xotirlanib, ikkinchi qitimliq irqiy kamsitishga qarshi turish inqilobining g'alabasi tabriklandi. Bundaq faoliyatlar faqat oddiyla bir xotirlash faoliyati bo'lib qolmasdan, balki kishilarga insoniy huquq, mustaqillik, hurlik va tinchlikning xosiyatini, ittifoqlik va milliy birlikning kuch-qudratini to'ntadi.
Kishilar shular orqali bu yo'lda jon fido qilgan qahramonlarga bo'lgan sevg'inishini ifodalaydi. Davlatning qurilishi, mustahkamlanishi, qudrat tepishi va taraqqiy qilish uchun xalq qon kechib kurash qiladi. Minglagan, 10 minglagan odamlar o'z hayotidan vaqtsiz ayriladi. Haddi hisobsiz badal to'lanadi. Mais non, mais c'est dans le thème, regarde, Ayada bir necha bolalar turamiz. Xo'sh, o'qiy beray. Agar varis avlodlar ajdodlariga qalb to'ridan o'rin bersa, ularni seg'insa, qalbida ularning ruhini joriy qildirish istiki uyg'onsa, vujudi hayotiy kuchga to'ladi. Demak, ashundaq faoliyatlar o'z navbatida davlat xalq uchun jon tasadduq qiladigan millionlagan fidokorlarning maydonga kelishiga turtki bo'ladi. Agar har xil faoliyatlar orqali ular xotirlanmay, unutilib ketsa, ajdodlarga osiylik qilganlik, ular yaratgan bayashat turmushga noshukrlik, noinsoflik qilganlik bo'ladi. Bu xil yomon oynish bilan kishilarning vujudida sadoqat, vafodorlik yolqini o'chishga yuzlanadi. Milliy birlik, uyushchanlik o'rnini nizo, adovat, dushmanlik qoplaydi. Natijada davlat o'zining qudratli iqtidoridan mahrum bo'ladi. Mening biroz qisqartib aytay, umuman bu dunyo qoida yo'sinlar bilan shundoq go'zal va jalbkor. Ular kishilik turmushga qimmat va ma'no baxsh etadi. Xo'sh, yana bir mazmunni o'qib beray. Uyg'urlar qoida yo'sinliq millat. Bu shak shubhasiz shundoq-ku, ha? Xo'sh. Uyg'ur xalqi necha ming yillik madaniyat tarixiga, jumladan qoida yo'sin tarixiga ega millat. Ular uzoq asrlik taraqqiyot tarixida o'ziga xos mo'l qoida yo'sinlarni borliqqa keltirib, ularni turmushining ayrilmas ijtimoiy qonuniga aylantirgan. Uyg'urlarning ba'zi qoida yo'sinlarining tarixi Uyg'urlar bir butun qavm bo'lib uyushgan nihoyatda yiroq qadimki davrlarga to'g'ri keladi. Diniy e'tiqodi bilan munosabatlik qoida yo'sinlari bo'lsa, ularning shu dinga e'tiqod qilgan davri bilan bog'lanadi. Biz Uyg'ur madaniyatiga nazar soldigan bo'lsak, Uyg'urlar tarixdan beri amal qilib kelgan qoida yo'sinlarning madaniyatning nihoyatda muhim tarkibiy qismi ekanligini bayqaymiz. Mushu ma'nodan olganda bir millat qoida yo'sinsiz mavjud bo'lib tura olmaydi. Shundaqla madaniyatimi bo'lmaydi. Biz madaniyatni milliy xoslik nuqtasidan ko'zatsak, u bir millatning tarixdan buyon yaratgan moddiy va ma'naviy boyliqlari, urf-odatlari va qoida yo'sinlarining umumiy yig'indisini ko'rsatadi. Demak, qoida yo'sin millatning moddiy va ma'naviy boyliqlarining hamma qatlamlarida o'z rolini joriy qildirgan bo'ladi. Qoida yo'sin iz solmagan moddiy va ma'naviy madaniyatmi mavjud bo'lmaydi. Qo'shiqda tomoq yeyish Uyg'urlarning g'izolanish qoida yo'sinlarining biri. Tomoqni cho'ka deyish bo'lsa, xanzularning, velka pichoq ishiltish bo'lsa, g'aribliklarning tomoq yeyish odati. Ular odatda kichik ish hisoblansa-mu, lekin o'z navbatida shu millatlar madaniyati va milliy alohidligining qisman taraflarini aks ettirib berdi. Biz Uyg'urlarning tarixiy musobaqasiga qarsak, ularning nihoyat qadimki davrlardala o'ziga xos milliy qoida yo'sinlarni shakllantirib, jamiyatning umumiy odatiga va ijtimoiy qonuniga aylantirganligini ko'ra olamiz. Ana yurtimizdan tepilgan buningdan 4-5 ming yil burungi jasadlar bilan billa ko'milgan oxiratlik buyumlar o'z davridagi ajdodlarimiz qoida yo'sinlarining rangarang mazmunining mo'l ekanligini isbotlaydi. Ularning qoida yo'sinlarining
tarixiy yiltizi, turmush asosi nihoyatda cho'nqur. Ba'zi qoida usullarining tarixini buningdan necha ming yil burungi ibtidoiy e'tiqod davriga bog'lashga to'g'ri keladi. Masalan, bo'rni qut belgisi qilib ulug'lash ibtidoiy urug'doshlik davridagi aqida edi. Biroq bu aqida keyingi har qaysi tarixiy davrlarda izchil davomlashib, hozirgi urf-odatlarimizning muhim bir qismiga aylanib ketgan. Hozir Uyg'urlarda bo'rni ulug'lash an'anasi bo'lmasa-mu, biroq bo'ri ushqida ulug' bilish odati bor. Masalan, Uyg'urlar umumyuzlik holda bo'ri ushqini omad keltirdi, balo qazoning oldini oladi, xayim xatardan saqlaydi deb qaraydi. Hatto ba'zi kishilar uni yenidan ayirmaydi. Uningdan boshqa jintakkallik asri ko'rindi deb o'tlash, supko'shlash odati Zardush dini va shaman dinining an'anasi edi. Biroq Uyg'urlar uni ta hozirgacha davomlashtirib kelmoqda. Mushu nuqtadan olganda Uyg'urlarni an'anaviy qoida usullarini izchil davomlashtirib kelgan millat deyishga bo'ladi. Uyg'ur xalqi qoida usulni ta'lim-tarbiyaning muhim mazmuni deb qaraydi. Ular qoida usulliq odamni tarbiya ko'rgan. O'qimishliq odam deb qarasa, qoida usul bilmaydigan odamni tarbiya ko'rmagan qora qo'saq odam deb qaraydi. Yurtlarda qoida usul peshvolarini yurtning cho'ngi qilib belgilaydi. U mo'tivar jamoatning har xil faoliyatlariga boshchilik qiladi. Kishilar orasida yuz bergan to'qinishlarni qoida usul bilan hal qiladi. Xalq orasida qoida usulga bo'ysunish baxtli turmushning, ishlarining qutlug' bo'lishining bir sharti deb qaralg'ashqa, har bir ishning qoidadan chetnab ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunga Uyg'urlar elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha deb har qanday elga kirganda ularning qoida usullariga bo'ysunishni ta'kidlaydi. Ota-onalar farzandlari tug'ilgandan tortibla ularga qiz bo'lsa, qizlarga xos, o'g'il bo'lsa, o'g'illarga xos qoida usullarni o'rgatadi. Hatto tamoq yeganda o'ng qo'l bilan yeyish, uydan talog'i chiqqanda bu suvg'idan o'ng putni elib chiqish, uyga kirganda jamoat so'rinlariga borganda assalomu alaykum deb salom berishdan tortib o'ltirish qo'pishning hamma qoida usullarigacha o'rgatadi va shularga odatlantirdi. Agar ota-ona bolasini o'z millatining qoida usullari bilan tarbiyalamagan bo'lsa, ayiblanadi. Qoida usulni o'qimaydigan bolalarni jamoatmi orsiga olmaydi. Chunki qoida usul farzandlarning qalbida alga nisbatan hurmat, muhabbat tuyg'usi uyg'otadi. Qoida usuldan chatnigan farzandlarning qalbi aldan jiroqlab ketadi. Urf-odat qoida usul qadimki Uyg'ur tilida to'ri deb atalgan. To'ri demak jamiyat a'zolarining hammasi amal qiladigan, hurmatlaydigan ijtimoiy qonun tuzum degan ma'noni beradi. Shuning uchunmi bara-bara davlatning qonun tuzumlarimi to'ri deb ataladigan bo'lgan. Yusuf Qasojib to'rini ham davlat qonuni ma'nosida, ham avomning qoida usuli ma'nosida tilga olgan. Ojun bo'ldi oxir to'ri ortadi, asizlariga adgu ko'ri ortadi. Men ash Uyg'urchasini o'qib beray, ha? Qoida usul buzilib, dunyo oxirlashdi. Yomonlarni ko'rib, yaxshilarmi aynidi. Yana biri o'g'il qiz ota hurmatini tashlashdi. Qeyri degan nom endi ularga haqorat bo'lib qoldi.
Qonun qoidalar butunlay ostin ustun bo'lib ketdi. Oq bilan qora aralashib ketdi. Faqat Uyg'urchasini o'qib berdim. Yuqorqi bayonlarda tilga ilingan töri ijtimoiy qonun hisoblanadigan an'anaviy qoida yo'sinlar edi. Yusuf Qasojib bu yerda ayni davrda qoida yo'sinning buzilishi bilan zaman oxirlashgandek hamma narsa ostin ustun bo'lib ketganligini, millatning cho'nglarni hurmatlash, ilm egallarini qadrlashdan iborat esil an'anasi tark etilib, qiyrilar haqoratlangan va xorlanganligini tilga oladi. U bulardan boshqa yana jamiyatning qo'rg'ini bo'lgan qoida yo'sinlarning gumron bo'lishi bilan yuz bergan nurg'un buzilishlarni tilga olgan. Qara, may bilan yuz yuydigan fosiqlar botir otiladigan, fitna fasodchilar otiladigan, taqvodor, diyonatli kishilar munofiq deb atiladigan bo'ldi. Xalqdan vafo ko'tarilib, jafo ustunlikni oldi. İşençilik odamni topqili bo'lmas bo'lib ketdi. Kishilar orasidagi yiqinliq pul amal uchun da bo'ldi. Haqiqat uchun to'g'ri ish qiladiganlar qiyin. Amonatning nomili qoldi. Uningga amal qilguvchilar qolmadi. Nasihat qiladigan so'zli qoldi, uningga amal qilguvchilar qolmadi. Savdogarlar amonat majburiyatini unutdi. Hunarmand ustalar nasihatlardan voz kechdi. Kishilarning hammasi pulning quli bo'lib qoldi. Kimde kumush bo'lsa, shuningga bo'yin egdi. Tova, shu asrlarda deyilib ekan bu gaplar. Mana bu millatning qimmatlik an'anaviy qoida yo'sinlari zavolliqqa yuz tutganligi sababli yuz berayotgan ijtimoiy tragediya edi. Aslida xalq o'zining qimmatlik yo'sini bo'yicha cho'nglar va oqillarini to'rga olsa, ishning beshi qilsa, dono maslahatlarga aktiv ovoz qo'shsa, nurg'un ishlarda ulug' muvaffaqiyatlar qo'lga kelgan bo'ladi. Uyg'urlarda qadimda el qalar, töri qalmas. Türk tillar divani 3-tom 503-bet degan bir maqol bor edi. El qalar, töri qalmas. Bu maqolada tilga ilingan törimu o'xshashla qoida yo'sinni ko'rsatdi. Mushu maqoldan ko'rib olishga bo'ladi-ki, davlat yo'qolsa-mu qoida yo'sin yo'qolmaydi. U hokimiyatning olmishi bilan o'zgarib ketmaydi. Xalq mavjud bo'ladi ekan, shu xalqning qoida yo'sini muqarrar mavjud bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida Uyg'urlarning tub gavdasi o'zgarmagan bo'lsa-mu, lekin etnik tarkibiga nurg'un tarkiblar aralashib ketdi. Bu jarayonda millat beshidan nurg'un qismatlar o'tdi. Bir davrda qad ko'targan bo'lsa, yana bir davrda tiz pishdi. Shundaqla necha qitimliq diniy e'tiqod o'zgarishini boshdan kechirdi. Ammo bir qism qoida yo'sinlar shuncha zo'r o'zgarishlar jarayonidami uzilib qolmay, avlodma-avlod davomlashib davrimizga yetib keldi. Demak, qoida yo'sinlarimizning izchil davomlashishi bilan millatimiz necha ming yillik agri to'qay tarixiy musofida o'z mavjudligini saqlab, bir butun gavda sifatida mavjud bo'lib keldi. Chunki bizning an'anaviy qoida yo'sinlarimiz har qaysi tarixiy bosqichlarda millatimiz a'zolarini o'z ostiga elib, ularning uyushish kuchini uzluksiz oshirgan edi. Isl maqolim ekan, cho'qim yaxshi ko'rdinglar, mendek yaxshi ko'rgan. Asosan shu o'zim yaxshi ko'rgan maqollarni o'qib berman sizlarga. Ondan yana bir tema qoida yo'sin milliy mavjudlikning asosi degan tema. Buni ayrim o'qib beray sizlarga. Xo'sh, endi nimani o'qib
berme desanglar. Qaida yo'sullarımızdan bu birinchi qismdagi qaida yo'sullar turmushimizda degan bölümdən Qurban Hayit degan temani o'qib beray. Qurban Hayit. Qurban Hayit dünyadagi musulmonlarning xalqarалық bayrami, jumladan Uyg'ur xalqining diniy va milliy bayrami. Rivoyatlarga qaraganda İbrahim alayhissalom tushida İsmoil alayhissalomni Allah yo'lida qurbonlik qilish haqidagi bishoratni ko'ribdi. Shuning bilan bu ishni o'g'li İsmoil alayhissalomga aytibdi. İsmoil alayhissalom Allah'ның yo'lida qurbonlik bo'ladigan ish bo'lsa, heligu bir jon ming jini bo'lsa-mu tasadduq qiladiganligini aytibdi. İbrahim alayhissalom İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun Mina tig'iga elib ketibassa, shaytonlar vasvas qildi. Shaytonlarga tosh etib qo'g'labdi. Shunda qilib İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun yotqizganda, ko'zimni etib qo'ygin. Can talışvatqanda iradamga qarshi holda sana olib qolmay debdi. Dadisi İbrahim alayhissalom o'tkir pichoqni İsmoil alayhissalomning geliga suribdi. Biroq har qancha qilsa-mu pichoq o'tmabdi. Pichoqni toshga ursa, toshni ikki parcha qilib etibdi. Mana shundaq chaqda bir ko'k qo'shqar osmondan tushibdi va uni qurbonlik qilishga buyuribdi. Mana shuningdan tartib yilda Qurban Hayit mezgilida qurbat yetadiganlarning qurbonlik qilishi vojib bo'ldi. Mana shuningdan tartib Allohning shafqatiga rahmat aytish, atiga bo'lgan sadoqat va vafodorlikni umumlashtirish uchun shu kunni butun musulmonlarning hayiti qilib belgilagan ekan. Uyg'ur xalqi islom diniga e'tiqod qilg'ili 1000 yildan oshdi. Bu jarayonda ular Qurban Hayitni o'zining urf odati bo'yicha texmo bezab va beytib, uningga har xil mazmun va ma'nolarni qo'shib, o'zlarining milliy bayramiga aylantirdi. Uyg'urlar Qurban Hayitni arablar va boshqa islom davlatlari bilan o'xshamaydigan shaklda tabriklab keldi. Qurbonlik qilish, haj qilish, 2 rakat Qurban Hayitlik vojib namozi o'qishdan boshqa barliq faoliyatlar Uyg'urlarning milliy urf-odatlari bilan yo'g'rilib ketgan. Shunga biz Qurban Hayitni Uyg'urlarning milliy bayrami deb qarsak bo'ladi. Hayitda namozdan qaytib qurbonlikqa atalgan qo'y yoki kala qurbonlik qilinadi. Uningdan keyin go'shtning bir qismi kambag'al, yetim, yesirlarga beriladi. Qolgan qismini o'ziga qoldirib, bola chaqa, urug' tuqqan, do'st, birodarlar bilan tang yeydi. Hayitda tonishadigan, tonishmaydigan kishilar o'zaro salomlashib, hayitni tabriklashadi. Urug' tuqqan qo'shni qulumlar, do'st birodarlar o'zaro hayitlashadi. Kambag'al, tulxotun, yetim o'g'illarninkiga berib, ularni yo'qlab, hayitlik berib qaytishadi. Urug' tuqqanlarmi, do'st yarallarmi, qo'shni qulumlarmi bolalariga oz bo'lsin, ko'p bo'lsin hayitlik berishadi. Hamma odam hayitlik kiyimlarini kiyishib, chiroyli yasinib hayitlashadi. Rastilarda, hayitgohlarda nag'ri sunaylarni yangirtadi. Cho'ng kichik, qiyri yosh samog'i tushadi. Shundoq qilib, hamma odam hayit tantanasiga cho'midi. Yana bir kichik bo'limni o'qib o'tay. Hayitning xosiyati. Hayit mavsumida bütün oilalarda bir qitimliq cho'ng tozalik elib beriladi. Uydagi kigiz gelam qatorliq bisotlar pokiz tozalandi. Uy to'rislari, aynaklar, o'yil aram, ishik oldilari keng ko'lamlik tozalandi. Qirqatlari yo'ldi. Hamma odam hammomga tushib yo'yindi. Qizlar o'sma qo'yishib, shaxsiy tozalik qilishib, hayitga hozirlandi.
Bu tazlıqqa aile a'zolarining hammasi qatnashadi. Shunda qilib hayit pokizlik elib keladi. Hayitlik sangzilar selanadi. Pecheni praniklar selanadi va boshqa turli nozu ne'matlar tizilib hayitlik hozirlandi. Hayitdan burun arazlashib qolganlar aplashadi. Adovat yo'yiladi. Shunda qilib hayit inoqlik, ittifoqlik elib keladi. Hayitlarimizda kishilar o'zaro mehribonlik ko'rsatadi, o'zaro ko'yinadi, bir-biriga yordam beradi, urushmaydi, tillashmaydi. Shunda qilib hayit orqali kishilar inoqlik, ittifoqlikning, o'zaro ko'yinishning xosiyatini his qilishadi. Hayitda kishilar hayitning hurmati uchun qoida yo'sullarga bak ahamiyat beradi. Adab axloqlik bo'ladi. Hayitda buzilgan oilalar yarışıdı. Yamanlıgan kelinler qaytırıp kelinadi. Şunun bilen hayitning xosiyati bilen ailelerinin buzuluşunun aldı elinadi. Balalar yetim bolmaydı. Şundaq, hayitda hamma odamning chehrada xushallik va baxt jilvasi chaqnaydi. Hayit xushallik, kulki va go'zallik elib keladi. Pakizlik, sağlamlık elib keladi. Vafadarlık, sadaqatga undaydi. Kishilar hayitki bu kishilarning fazilatidan hamma vaqtda xalqimiz mana shundaq mehribon, kuyimchan, adablik, axloqliq, pokiz, tartiblik bo'lsa, nima degan yaxshi deb arzu qilishadi. Mana bugün muşunchilik o'qib beray bu katta kitobdan qoida yo'sullarimiz. Bu kitobga bizningki barliq qoida yo'sullarimiz, ya'ni gap so'z, kiyim kechak, yurish turish, to'y to'kin, hayit bayram, aytavur barliq qoida yo'sullarimiz kirgizilgan. Men ko'rib Belki hemmini o'qib emasman, lekin sizlarga az bo'lmagan bölümlerini tanlab o'qib berman deb niyat qildim. Xudoyim buyursa. Ma'qul emsa qadrlik qarindoshlar, Qurban hayitinglarni yaxshi o'tkazishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Qurban hayitimiz xuddi bu kitobda degan hayitning xosiyati degan mazmunda aytilganga o'xshash inoqlik, ittifoqlik, kechirib etish, keng qo'saqlik, yetim yesirlarga, kambag'allarga, ehtiyojdagi kishilarga yordam beradigan bir yaxshi fursat. Bu fursatdan hammamiz madarimiz yetadiganlarning hammamiz yaxshi foydalanaylik. Ma'qul emsa kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xush. Aras deb qo'yay. Ahırda huzuringlarga qisqa bir sinni sunaman. U bo'lsa-mu, o'tganda men Gretsiyaning poytaxti Afina shahriga borgan vaqtimda tartgan ko'rinishlar bo'libmi ikki mazmun. Ya'ni biri Gretsiyaning o'xshamagan orollaridan kelgan kishilarning o'zlarining an'anaviy milliy kiyimlarini kiyib o'ynagan usullari, chalgan musiqalari. Yani biri Gretsiyaning hukumat binasının oldidagi qorovullar almashgan vaqtdagi ko'rinishlar. Har bir qitim Afinaga borsam, shu ko'rishni bekli yaxshi ko'raman. Shunga bu qitim yana bir qitim huzuringlarga sundim. Ma'qul emsa Qurban hayitini yaxshi o'tkazinglar. Allohga omonat. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xush. Assalamu alaikum.
kitap o'qishmon berimizning hurmatli mushtarileri. Bugun men Gretsiyaning poytaxti Atina, yani Afina shahrida. Bu qitim kelgan vaqtimizda bu yerda muzika bayrami bo'ladigan kunlarga to'g'ri keldik. Uning ustiga havo shundoq yaxshi. Hozir turayotgan bu yerimda sal turib Gretsiyaning o'xshamagan orollardagi kishilarning kiyim-kechak, muzika usullari mujassamlangan bir qisqa konsert bo'ladi ekan. Shunga sal turib bu konsertdan biroz tatib hozirlarga sunaman. Fayana is in the northeastern part of Evia Island. The bridal dress is very elegant. It is adorned with many jewels. They decorate the costume. Μπλε σε μπογιατζίδες της Βέρειας ραβόταν από ντόπιους ραφτάδες. Τις δύο κάτω άκρες του, τις ποδιεκομμένες και σκαλωμένες πίσω. Τις κατέβαζαν στην εκκλησία μόνο. Το υφαντό μαύρο ζωνάρι τους, το πουλένιο, και διόταν μασημένιες πουλιες από τη σίδη, κατσούλα όπως λέγεται με τις φούντες, έπαιρνε το σχήμα περικεφαλαίας. Όλα τα ραμμένα και χρυσοκέντητα ρούχα, καθώς και όλα τα κοσμήματα, ήταν όλα δώρα του.
Κέρκυρα. Η μεγαλύτερη κομμόπολη της Νότιας Κέρκυρας είναι η Λευκήνη. Η φορεσιά της αποτελείται από το εσωτερικό λευκό πουκάμισο, την καμισέλα, τα δύο πολύπτυχα μισοφόρια από χασέ, τα ροκέτα. Τα υφάσματα που συνήθιζαν να ράβουν τα φουστάνια τους ήταν μεταξωτές στόφες, τα σάμια, αλλά και λεπτά αγοραστά μάλινα και βαμβακομέταξα, καθώς και τον ποδόγυρο. Σιγκούνια μάνικο με πολλές πιέτες πίσω. Μεγαλώνοντας οι γυναίκες στις Κρήτας, many of them emigrated, bringing on their return money as well as modern ways of life. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολιτισμικό κέντρο και γνωστό παντού. Η γυναικεία φορεσιά δυτικού αστικού τύπου είναι μοναδική στην αισθητική και την πολυτέλειά της. Αποτελείται από το εσωτερικό πουκάμισο, στολισμένο με πολύχρωμα γραφτά μεταξωτά κεντήρια και χρυσές δαντέλες. Από πάνω φοριέται ο μεντενές, το γυλαίκο από μεταξωτή στόφα. Το δεύτερο βυσσινή πουκάμισο είναι κεντυμένο μόνο με χρυσοκλωστή στα μανίκια. Το πολύπτυχο φουστάνι ράβεται από μεταξωτή στόφα. Magnificent embroidery.
mana konsertmi oyoqlashdi. Meningcha sizlarmi yaxshi ko'rdinglar? Aytavr, men bek yaxshi ko'rdim. Chunki biz Uyg'urlarningki shu usul, muzika, kiyim-kechak san'atimizmi o'xshamagan yurtlarga qarab o'xshash bo'lmaydi. Aytavr, bundaq konsertlarni ko'rgan vaqtimda albatta ixtiyorsiz holda bütün xiyol, o'y fikrlarim vatanga ketdi. Dad, I called the restaurant. I called the restaurant. Σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη, στα σοκάκια τα πλάτια. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δεν μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μόνο στον όνειρό μου σε φιλώ. Δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μόνο στον όνειρό μου σε φιλώ. Δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου,
Πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Dad, I called the restaurant. Να χυσεις κι ο κέντρος για κοίτα πριν αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα στου ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλάτια, μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Είσαι άγγελος ωραίος και έχεις μάτια να. Και χειλάκι χώρα